Assalomu alaykum, Xuraman TV a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Azizlar, bugungi videomizda yaqinda video chiqargandik. Shu 2 etajga moslab qilinadigan beton jarayonlarini, o'z narx-navolarni yana bir bor va necha metr quyilayotgan joylar, o'sha razmerlar haqida yana aka-ukalarimiz so'rashgandi. O'shani batafsil aytamiz. Assalomu alaykum, avvalambor. Assalomu alaykum, Xuraman TV a'zolari. Hozir общий metraj qancha quyilyapti bu? Tak qismi tepasi. Tak qismi tepasi 240 metr bo'lyapti. 240 metr, ha? Shunday. O'sha kun ham aytib o'tdik, o'sha 80 ga 30 lik, ha? 80 ga 30 padush. Ha, 80 ga 30 qismi tepasidagi lenta 40 ga 60. Ha, tushunarli. Hozir mana tak qismi 80 ga 30 qilib qo'yilgan. Tak qismi. Ayrim joylar chuqur bo'lsa ko'proq ham ketaveradi, 30-35 atrofida bo'ladi. Taglar trambovka bo'lgan. Trambovka bo'lgan, ha? Trambovka bo'lgan. O'sha kuni video chiqarganimizga o'sha armaturlar 4 qator qo'yilgan. Ayrim aka-ukalarimiz tushunishmagan. Kakpolojni ko'p yildan beri bilamiz, bu ustonalarimiz o'sha trambovka ham bor. Tak qismini обязательно o'sha 2 etajga moslangandan keyin trambovka bo'ladi, ha? Shunday, ha, trambovka bo'ladi. Hamma usloviya bor, mana Usloviya o'zimizdan. instrumentlar hammasi o'zidan, faqat o'sha uy egasi masalan mahsulot olib beradi. Uy egasidan mahsulot, qurilish narsalari. Ha, o'sha sement, chag'il, qum mana bunday olib berilsa, mana meshalkalari bu trambovka, mikser, hamma narsa shu o'zlaridan bo'ladi. Arava ham, afalavkalar ham ichga kiradi. Hozir o'sha kun ham narx-navoni aytib o'tdik, yana bir aytib o'tib ketsak yangi videoga. Endi общий komplekt hisoblaydigan bo'lsak, tepa past. Ha, tepa past hisoblaydigan bo'lsak 150 ming so'm. Agar bo'lib hisoblaydigan bo'lsak, pastki padushimiz 75 ming bo'lyapti, tepasidagi lenta 75 ming. Ha, tushunarli. Hozir ikkovini bitta qilib hisoblasak 150 ming 75 dan usta haqiga hisoblanadi deganmiz. Hozir nechta xona tushyapti bu yoqqa? 6 ta xonamiz. Darvozaxonadan tashqarimi? Darvozaxonadan tashqari. Ha, darvozaxonadan tashqari. Razmer nechidi? 18 ga 15 metr razmeri. Ha, 18 ga 15 metr. Общий 6 ta xona ekan. Darvozaxona ham bor ekan. Darvozaxona bor. Mana ish jarayoniga keldik, ko'p aka-ukalarimiz so'rashgandi. O'sha narx-navolarni chiqaring. O'sha bitgan variantini ham ko'raylik deb mana hamma afalavkalari o'zlaridan kakpolojni o'sha vadinlarni olib qilib berishadi mana. Diagonallar qanday bo'lgan? O'zlaringiz olgansizlarmi yo? Diagonal hamma narsasini o'zimiz olamiz. Ha, diagonallarni ham o'zlari. Chizmasini ham o'zimiz chizganmiz. U chizmasini o'zimiz chizib beramiz. Uy egasiga ma'qul tushsa, shu proyektga boshlaymiz. Agarda uy egasini o'zini proyekti bo'lsa, prorab bo'lsa, o'sha usulga ketaveradi. Ha, tushunarli. Buni farqi yo'q. Agar o'zimiz chizsak ham, o'zimiz chizib, uy egasiga ma'qul tushsa, bizani proyektimiz o'sha joyga quyib beraveramiz. Ustalarimiz o'zlari ham o'sha joyga moslab chizib berishar ekan, ko'p yildan beri quyishadi. O'sha beton ishlari asosiy. Keyin agar o'zlaringizga prorab yoki chizma bo'ladigan bo'lsa, uni ham kakpolojni qilib berilaydi. Quyish jarayonlarini oling. Quyish jarayoni mana hozir quyilyapti. Mikserga qoriladi. Mana ruchnoy qorgandan ko'ra bu o'sha nima deydi, sementlari hammasi normada aralashadi mana. Baho berasizlar, ustalarimiz 240 metr joyda qo'yib berishyapti mana. Hozir bu metrajga hisoblangan, kubga emas-a? Ha, metrajga. Kub emas ekan bu. Bu metrajga hisoblangan. Juda ham katta uchastka. 2 etajga moslab quyilyapti mana. Nasib bo'lsa oz vaqt qoldi-da, 2-3 kundan keyin nasib bo'lsa tugayadi to'liq variantini. So'ragan aka-ukalarimiz uchun chiqaramiz. Mana bu darvozaxona ekan. Bu yoqqa xonalar bor ekan qo'shimcha mana. Bu yoqlar ham qo'yiladi. Bunga armatura qo'yilgan ekan, qo'yib ketiladi burchaklari ham. Burchaklari ya. Ha, o'sha regil kolonna uchun, regil kolonna uchun armaturalar qo'yib ketiladi. Mana o'sha kuni video qilgan joyimiz quyib bo'lishgan mana. Ko'rsangizlar bo'ladi. Juda ham baland. Hozir necha bo'ldi bu? 30 ga 60, 90 bo'ldi, ha? Yerdan 90. Ha, yerdan 90 balandlik bo'lgan. Mana 30 pastki qismi 60 tepa. Demoxotlar uchun ham qo'yib ketilgan ekan. Telefon raqam qo'yamiz. Iloji boricha Qashqadaryo bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, ustalarimizga qulay bo'ladi. Boshqa viloyatga sal uzoq bo'ladi, ham sezon boshlangani uchun Qashqadaryo bo'yicha bo'lsa bemalol o'sha imkon qadar vaqtga qarab qilib berishadi. Musofirdan turib ham siz zakaz bersangizlar bo'ladi. Ko'p yildan beri quyishadi.
Nasib bo'lsa bundan bu yog'iga o'sha jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Zinalarni ham qo'yasizlar? Zina ham qo'yamiz. Zinalarni ham nasib bo'lsa, Zina, regil kalonni hammasi bor. tushunarli. O'sha beton ishlar asosiy. Zinalarni ham как положено qo'yib berishadi. Nasib bo'lsa bu videolarni ham chiqarib boraveramiz, yangi kuzatib ko'rsangizlar. Azizlar, hozir ushbu beton quyiladigan joyimizga obshi shu 300 xalta, 300 qop sement ishlashyapti ekan. Mana baho berasizlar. Tonnaga hisoblasangiz 15 tonnaga hisoblasak 15 tonna sement ishlatilyapti. Tomonini ham aytib keting, uni chista bo'lyapti. Unda tosh tashalmagani sababi shuncha sement ketyapti. Agar tosh tashalsa, undan ham qandoq ketadi. Mana bunda ayrim joylar mana bunda tosh tashlanadi, ayrim joylar tashlanmaydi. Bu kam miqdorda tashlash kerak, shu mana shu yerda borini. O'sha rastvor o'zini quyilgan, mana bu chista o'zini. Hech qanday tosh aralashmagan, ya'ni juda ham kam miqdorda ishlatilgan. Juda ham nima deydi, baquvvat, zabardast bo'lgan beton mana. Baho berasizlar. 15 tonna ishlatilyapti ekan mana shu. Apalavkalari mana как положено hamma narsalari o'zlaridan o'sha narx-navolarni aytib o'tdik. Pastki qismi ham 75 ming, tepasi ham 75 mingdan. Hozir buni belgilangan narxi 75 ming yo beton razmeriga qarab hisoblanadi, qanday hisoblanadi? Beton razmeriga qarab hisoblanadi. O'shani ham aytib o'tib ketaylik. Ayrimlar qimmat deydi, ayrimlar arzon deydi. Shunday. Masalan, baland pastligiga qarab hisoblanadimi o'sha? Pastligiga, eniga qarab. Bu misol uchun 40 bo'lyapti. Kimdir 50 qo'ydiradi, kimdir 45. 50, 45 bo'lsa, narx sal o'zgaradi. Narxi o'zgaradi. Tushunarli. Hozir misol uchun kimdir hovli devoriga yo vremenkasiga muncha baland qo'ydirishga imkoniyati yetmasa, sal pastroq 50 sm qo'ydirmoqchidir. O'shanga qarab o'zgaraveradi. Narx o'shanga qarab o'zgaradi. Eng past, eng baland narx qancha hozir beton qo'yish? Eng baland narxi hozirgi kunda 1.75 mingdan qo'yapmiz. Mana shuni? Mana shuni. 60 sm, eni 40 mi? Eni 40. 40 ga 75 mingdan metrajga qo'yilgan, kub emas ekan. Ko'p kishi kubini so'rayapti. Kubga ham qo'yiladimi yo faqat metrajga? Faqat metrga bizdan. Faqat metrajga ekan. Azizlar, bu Qashqadaryodagi narx. Boshqa viloyatlarda boshqacha bo'lishi mumkin. Ustalar har xil ishlash mumkin. O'zidan kelib chiqib, o'shaning uchun Qashqadaryoda Kasb tumanida mana shunaqa narx bor. Regil kolonnalar uchun mana bunda armaturalar ham qo'yib ketadigan. Serdichni, ya'ni suv g'ishti, suv qilib tomoniga teraversa, ushlash uchun o'rtaga qo'yiladi bu. O'sha 2 etajga moslab qilinyapti bu uchastka. 18 ga 15, 240 metr betonni mana ustalarimiz nasib bo'lsa qo'yish jarayonidalar. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Foydali bo'ldi degan umiddamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Qurilish qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizni jo'natib qo'yasizlar. O'sha narx-navolari, hamma mahsulotlarni hammasini aytib o'tdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Instagramga ham xunomat video sizlar chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat barchaga. Telefon raqami bo'ladi. Обязательно Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilasizlar.